Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga safar uchun otlanyapsizmi? Mana shu video siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyi uchun juda ham katta chegirma e'lon qilingan. Batafsil video davomida barchasini o'zlaring ko'rib va o'zlaringni qiziqtirgan savollarni ekrandagi nomerlardan batafsil olib borishlaring mumkin do'stlar. Videoda oxiriga ko'radigan bo'lsalaring, narx-navolari, chegirmali narxlarimiz qachon va qayerdan reyslarimiz bor, shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Nizomiddin hoji akamiz o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Rahmat. Hozir to'g'risi mana shu biz obunachilarimiz kutgan kun keldi desa ham bo'laveradi. Juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan ekan. Shu chegirmalarimizni batafsil video davomida aytib o'tib ketamiz va hozirgi kunda qaysi sanalarimizga eng yaqin bo'lgan reyslarimiz bor. Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz, hoji aka. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Aslbek Uz ashaddiy obunachilari. Hozirda bizda dekabr oyiga qabullarda davom etyapmiz. 17-dekabrdan 21-dekabrgacha chegirma e'lon qilganmiz. Vizasi borlar bo'lsa $920 dan, vizasi yo'qlar bo'lsa $1020 dan joylarimiz soni oz qolgan. Farg'ona, Namangan hamda Toshkent aeroportlaridan primoy bo'lgan Madina va Jidda reyslarimiz bor. 50 boshlari hamrohligida bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri parvozlar Centrum Air samolyotlarida amalga oshiriladi. Albatta. Hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, hoji aka? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofasini ham aytib o'tib ketsak, 150-200 metrda bo'ladi Madinada. Makkada esa 1,5-2 kilometrda bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol yoshlar piyoda, yosh kattalarimiz esa avtobusdan 5 mahal namozga foydalanib borib kelsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ishonchli va garantiyali tur firma oqtarib yurgan bo'lsangiz, Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz. Batafsil ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zlaringni qiziqtirgan joylarga va o'zlaringga qulay bo'lgan sanalarga reyslarimizni olib, joylarini bron qilishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, hoji aka, bundan tashqari sayohat va ziyorat shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tib ketsa, ya'ni 14 kun safar mobaynida tajribali 50 boshlarimiz hamrohligida qayerlarga olib chiqiladi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, albatta yana bir to'g'ri savol berdingiz. Hozir biz 14 kun umra safarimiz mobaynida 12 dan ortiq ziyoratgohlarimiz bor. Xo'p, bulardan Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Uhud tog'lari, Qiblatayn, yana Madinada bir qancha ziyoratgohlarga, qo'shimcha ziyoratgohlarga chiqamiz. Xo'p, Makka shahrida esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz qo'shimchasiga Toyif shahriga hamda Sulaymon rojihiga ham kechki ovqatlarimiz hamda pikniklarimiz bor. Albatta 50 boshlarimiz hamrohligida bo'ladi. Ya'ni bir barakaga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Bir marta to'lov evasiga. Hurmatli obunachilar, shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Ya'ni Toyif shahriga sayohat bu degani 2 marta umra qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar do'stlar. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qoling. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilinglar. Agarda musofirdan kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, aloqaga chiqishlaring mumkin azizlar. Xo'p, hoji aka, bundan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham ma'lumotlar berib o'tib ketsak. Xo'p, bo'ladi. Bizning firmamiz tomonidan Centrum Holidays tomonidan mana bunday bejilarimizni beramiz. Xo'p, albatta aeroportda beramiz. Xo'p, mana bunday kamzillarimiz bor. Bemalol bizga savol berishyapti, yosh kattalarga ham bor, bemalol uchun. Albatta bizda velikan razmerlarimiz ham bor. Xo'p, bizga bizni obunachilarimizga, ya'ni Aslbek Uzni obunachilariga mana bunday yostiqchalarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Bu aeroportda bemalol hordiq olib, hali bo'yinlari og'rimasdan bemalol foydalansa bo'laveradi. Bu narsa o'zi tashqarida 150 ming, 200 ming so'm turadi. Bir marta to'lovni ichiga shu ham bepul tariqasida beriladi. Xo'p, keyingisi so'mkalarimiz bor. Mana Centrum Holidays yozilgan bizning so'mkalarimiz bor. Bemalol pishiq-puxta maza qilib ishlatib borib kelsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana shunday imkoniyatdan foydalanib qolinglar. To'g'risi bunaqa
imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Dekabr oyiga juda ham katta chegirma, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Ya'ni $920 dan albatta vizangiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri parvozlar primo reyslarda amalga oshirish mumkin. Xo'p, peresatkalar, unaqa narsalar bo'lmaydi, hoji aka. Yo'q, peresatkalar bo'lmaydi. Har bitta reysimizda 50 boshligimiz hamrohlikda bo'ladi. Bir marta to'lovni ichida Madinada ham, Makkada ham shifokor xizmatlarimiz ham bor. Aytib o'tganimiz, ayol shifokorlarga ayollar, erkaklarga erkak shifokorlarimiz bor. Yosh katta hojdada hojonalarimiz doim ichadigan, iste'mol qiladigan dorilarini o'zlari bilan olib olsa ham, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, bundan tashqari hoji aka yana bir narsa, bitta savol beraman. Hozirgi kunda, misol uchun narx bo'yicha, misol arzonroq paketlar ham chiqyapti. Ya'ni ekonom paket bilan bizning paketimizni farqi nimada? Shuni ham bir qator aytib o'tgansiz, hoji aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, shu mavzuda hozir 2 kundan beri yana telefonlarimiz jirillayapti. Nima farqi bor? Xo'p, ekonom paketida Madinada ham, Makkada ham gostinitsalarning oraliq masofasi o'ta uzoq bo'ladi. 5-6 kilometr, 7-8 kilometrgacha ham bo'ladi Makka shahrida. Xo'p, oziq-ovqatlari ham turk milliy taomlari bo'ladi. Ekonom paketda. Xo'p, bizda standart plus paketimizning farqi shundaki, Madinada 150-200 metrda, Makkada esa 1,5-2 kilometrda juda ham yaqin masofada 4 yulduzli bo'ladi. Keyin oziq-ovqatlarimiz ham Madinada ham, Makkada ham o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Farqi shunda, o'zbek povurlarimiz tomonidan ibodatga quvvat bo'ladigan o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Farqi shunda bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni hurmatli obunachilar, ekonom paket bilan standart plus paketi bu degani komfort paketga yaqin degani. Ya'ni xudo xolasa siz obunachilarimiz ota-onangizni yoki oila a'zolaringiz bilan boradigan bo'lsangiz, bemalol borib ibodat va ziyoratlar qilib kelib rahmat aytadigan paketlardan biri bo'ladi. Biz mana shu 2-3 kundan beri video qo'yyapmiz. Polni bizni obunachilarimiz tomonidan borib kelgan ziyoratchilarimiz juda ham kommentariyalar yozishyapti, juda ham aktiv bo'lishyapti. Hurmatli obunachilar, yana bir narsani so'rab qolardim. Mana shu bizni firma orqali bizni kanalimizdan ko'rib borib kelganlar bo'lsa, kommentariyada fikrlarini yozib qoldiringlar. Qanday bo'ldi sharoitlar, qayerlarga chiqdilaring? Bizni firma mana shu Centrum Holdes firmasi sizlarga yoqdimi? Mana shu ma'lumotlar juda ham biz uchun ham muhim va boshqa kelgusida yana bormoqchi bo'layotganlarga ham muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun kommentariy yozib qoldirsalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Xo'p, hoji aka, ya'ni hozirgi kunda to'lovlarimizni qanday amalga oshirishadi? Shular haqida ham ma'lumot bersangiz. Xo'p, bizning to'lovlarimizni quyidagi raqamlarga, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsa, Telegram, WhatsApp orqali telefonlarimiz ishlab turibdi. Musofirdan kuzatayotgan, qo'shni davlatlardan kuzatayotgan, yana qolaversa 12 ta davlatdan bizni fuqarolarimiz kuzatayotganlarimiz bo'lsa, bemalol Telegram, WhatsApp orqali onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Onlayn ham bemalol kelishilgan holda Zagram pasportlarini tashlab berishsa bizga, biz bularga Centrum Holidesda bank shot raqamlarini tashlab beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib to'lovlarni amalga oshirishsa, o'sha joylari bron bo'laveradi. Xudo xolasa. Ya'ni hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilinglar va yana bitta chegirma ham qilib berasiz. Hoji aka, ya'ni Asilbek o'z kanalidan ko'rib telefon qilyapman deganlarga yana 920 dan ham tushib berasizmi? Albatta, narxidan ham tushib beraman. Bitta oiladan 5 kishidan ortiq ketayotganlar bo'lsa, albatta skidkasini qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ya'ni vizangiz bo'lsa $920, vizangiz bo'lmasa $1020 dan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda 21-dekabrga qadar amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga videoni maksimal darajada tarqatib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar, bonuslar va chegirmalar qilishdan to'xtamang aka. Xo'p bo'ladi, rahmat. Centrum Holidays ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat bo'ladi. Tanlovda adashmanglar. Rahmat hammaga. Rahmat, sog' bo'linglar hurmatli obunachilar. Rahmat.